Rossiyada ishlayotganlar uchun yomon xabar. Kecha men patent olib keldim. Patent olib kelishga bordim. 15 kun oldin patent topshirib kelgan edim. Ochrat juda ko'p, ochrat sun'iy qilyapti. Sahrvani ichida hech qanday ochrat yo'q. Bu yoqda ko'chaga mayda bo'lib kirgizyapti, kutirib kirgizyapti. Misol 50 ta odam qo'yib yuborayotgan bo'lsa, odamlar shoshilib tez yurayapti bir-biridan o'tib ketishga. Даже tez yurayapti deganim molga o'xshab chovganlarini-da yoki sal hatya bu обычный tez bunday shashib yursangiz ham nima bo'lyapti? Milsalar to'xtatyapti. Kim tez yursa, shoshib yursa, shular to'xtatyapti, tag'in dokumentlarni olyapti, pasportini olyapti, keyin orqasidan yartirib yuribdi. Undan keyin avtobus ichiga kirgizyapti. Avtobus ichi katta qiynoqxona. Birinchi marta kirishim o'ta qo'rqinchli. 6 kishini olib kirdi. 6 kishidan bitta men urishdim milsa bilan. Milsalarni hammasini menga tormashdi. Tez yurdingmi? Tez yurmasliging kerak dedim. Qayerga yozib qo'yibdi tez yurmaslik mumkinligini deb. Men yugurganim yo'q, obishni shoshilib yurdim, tez yurdim, nima qildi dedim. Kimga xalaqit berdim dedim. Kirishda ko'rmadingmi? Ko'zim ko'rmadi dedi. Yozib qo'yibmiz, tez yurish mumkin emas deb dedi. U bo'ldi, bu bo'ldi, yoki 7,5 ming to'laysan, ishtirok yozib beraman dedi, yoki 2 ming so'mga solasan dedi. Men bermayman dedim. Xo'p, bermayman degandan keyin qo'ymadi, tursi. Dokumentni bermaydi, olib o'tiribdi. Kimda наличный pul bo'lsa, наличный puli borlarni olyapti, наличный puli yo'q bo'lsa, kim rus tilini bilmasa, umuman nol bo'lsa, shu sturi ko'rinmasa, shu sturi tuyulmasa, mosroq bo'lsa-da, shuni kartasiga pul tashlab turib olyapti tag'in, uni kartasidan boshqa kartaga pul yechtirib olyapti. Hozir tashlab bergan pulimni ham tashlab ko'rsataman. Nima desam, like bossalaringiz ko'plar ko'rsa, ishtirokdan qutuladi demoqchiman. Вот так, hech kim bilgan yo'q. Bir hafta bo'libdi unaqa narsa chiqqaniga. Yana nima deyman? Xo'p, kim Rossiyada ishlasa, endi bahor keldi, Rossiyaga keladiganlar ko'p. Ishtirok to'lab qolmaslik uchun shularga yuborib qo'ying.